Hammaga assalomu alaykum. Men bugun sizlarga koreyscha bodring salat tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Salatga kerakli masalliqlarni videoni boshida ko'rsatib o'tdim. Ishimizni birinchi bodringimizni shunaqa to'g'rab olishdan boshlaymiz. Mana hamma bodringlarimizni shunaqa to'g'rab olganimizdan keyin yaxshilab tuzga aralashtirib yarim soatga olib qo'yamiz. Bu vaqtda ichida bodring o'zidan kerakli soklarni chiqarib turadi. Biz ungacha bitta piyozimizni maydalab to'g'rab, yog'da yaxshilab qizargungacha qovurib olamiz. Mana bodringimiz ham o'zidan soklarini chiqardi. Buni to'kib tashlaymiz va hamma masalliqlarni aralashtirib, tabga ko'ra qovurilgan kunjut sepib, dasturxonga tortiq qilamiz. Yoqimli ishtaha hammaga. Tayyorlab ko'ringlar.